Assalomu alaykum, azizlar. Sog' salomat bormisiz? Yaratgan Parvardigorning zikrida qoyimmisiz? Alhamdulillah. Qo'limda taniqli yozuvchi Sa'dulla Siyoyevning Yassaviyning so'nggi safari kitobi. Ulug' mutasavvif shoir haqida yozilgan mo'jazgina, lekin ta'lim va ta'sir ko'lami keng, ibratli asar ekan. Ruxsatingiz bilan undagi zikr bo'limidan kichik bir parchani o'qib bersam. Lekin avval zikr haqida biroz mulohaza yuritsak. Bu so'z arabcha eslash, yod etish ma'nosini berarkan. Robbisini yod etuvchi insonni esa zokir deyilarkan. Muqaddas Qur'oni Karimda meni eslang, men ham sizni eslarman ma'nosidagi oyat bandani qanchalik ruhlantiradi va zikrga chorlaydi. Ana endi kitobga qaytamiz. 11-asrning ikkinchi yarmi va 12-asrda yashab o'tgan buyuk shayxul mashoyix, shoir va tasavvuf olamining yetakchilaridan biri bo'lmish Ahmad Yassaviy hazratlarining zikr dargohidamiz. Asarda uchraydigan haq hu so'zlari u haq, ya'ni Alloh haq ma'nosini bildiradi. Ismoilxo'ja qoq o'rtaga kelib chordona qurdi-yu Fotiha surasini o'qidi. So'ng ko'zlarini yumdi. U qadim aqidaga ko'ra Yassaviy hikmatlarini o'qib, zokirlarni xalqiga chorlay boshladi. Hu halqasi qurildi, ey darvishlar kelinglar. Haq suprasi yoyildi, andin ulush olinglar. Zokirlar bir yerga jamlanib, kigizda davra qurib turdilar. Bir darvish kalima-i toyibani qiroat qilar. Halqada saf tortganlar uni baralla tovushda takrorlardi. Muborak kalima ko'proq aytilgan sari zokirlarning g'ayrati jo'shib borar, tovushlari tobora jaranglar. 100ga yaqin solikning yo'g'on, ingichka, cho'ziq qiroatlaridan ulkan hovli larzaga kelgandek bo'lardi. Kalima-i toyiba 33 marta aytilgach, zokirlar nafas rostladilar va xonaqoh sohibining ijozati bilan yerga o'tirdilar. Xuddi shuni kutib turgandek, ichkaridan hazrat chiqib keldi. Balxtut ostiga to'shalgan bo'yraga borib o'tirdi va zikr boshlashga fatvo berdi. Ismoilxo'ja salmoq bilan zikrbob hikmatlardan birini boshladi. Qahhor otliq qahringdan qo'rqib yig'lar Hoji Ahmad. Chor atrofdan darhol haq hu degan javob yangradi. Rahmon otliq rahmingdan umid tutar Hoji Ahmad. Yana haq hu. Gunohim ko'p Allohim, kechirgaysan gunohim. Ovozlar yana gurilladi. Haq hu, haq hu. Ismoilxo'ja zokirlarning badani qiziy boshlaganini ko'rib, baytlarni juftlab tezroq o'qishga tushdi. Munofiqlar yururlar, fisqu fujur qilurlar, harom luqma yeyurlar, qo'rqib yig'lar Hoji Ahmad.
Shu tariqa zokirlar irg'ib o'rinlaridan turishdi. Qo'llarini yozib bir-birlarining yelkalariga qo'ydilar. Endi zikrning murakkab va ehtimol eng hayajonli damlari boshlanishi kerak edi. Azizlar, endi to'xtab biroz mulohaza qilamiz. Bizning zikrlarimiz qay darajada? Aytayotganimiz la ilaha illalloh, subhanalloh, alhamdulillah tilga oson, mezon tarozusida esa og'ir zikrlar. Bular qalbimizdagi iymon nurida yo'g'rilib, arshi a'loga chiqyaptimi? Yoki xayollar parishonligidan tasbih donalarida qolib ketyaptimi? Duolar qilamizki, ibodatlarimiz buyuk Robbimiz zikri bilan yo'g'rilib, qabulu maqbul bo'lsin. Oxirgi damgacha tillarimiz zikrdan begona bo'lmasin. Amin. Azizlar, endi navbat she'rimga. Marhamat, tinglab jo'r bo'ling. Bismillahirrohmanirrohim. Zikringdaman. Olam to'la zikrulloh, har o't o'lan der Alloh. Men nechun aytmay Alloh, la ilaha illalloh. Ko'ngil ravshan shukrdan, Alloh degan zikrdan. Ayirmagin biror dam, la ilaha illalloh. Tongim otar sen bilan, kunim botar sen bilan, g'amim ketar sen bilan, la ilaha illalloh. Qodir egam tinglagin, ko'z yoshlarim ilg'agin, g'arib boshim silagin, la ilaha illalloh. Payg'ambar haq o'zing bir, bandam degin suyuntir, taqvo libos kiyintir, la ilaha illalloh. Sensiz o'tgan suhbatlar, shayton g'olib upaytlar, kechir ming nadomatlar, la ilaha illalloh. Buyuklardan buyuksan, pok dillarga suyuksan, qay yuz bilan unutsam, la ilaha illalloh. Yaratding, ham rizq berding, har qadam yog'ar mehring, rahmating baridan keng, la ilaha illalloh. Alloh zikring bebaho, unga jonimiz fido, bo'lsaydi so'nggi nido, la ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh. Rahmat e'tiboringiz uchun. Suhbatlarimiz yanada nafli bo'lishini Allohdan so'ragan holda xayrlashaman. Omon bo'ling, azizlar.